Shoshma! Orbitiyaj yulduzi Geya tizimi ishga tushirildi. Vakolatli shaxsni himoya qiling. Orbitiyaj yulduzi Geya yo'nalishini o'zgartiradi. 15-osmon hududi yana ishga tushirildi. Voy, sochlarim.双眼的球，看上去就没溜。凭什么拯救这多远的宇宙？虚空生物，未觉醒的时候，吃力烂透。连占位置的手势记忆足够，才个个远走。但即使没过即时，绝不退后。不愧世界里最佳盟友 Go。希望指引放着心里向往自由，复习那崛起之路 ，We all know。设身之内，遍地真理都在我手，去拯救宇宙。Let's go， 不惧星河下，这里的锋芒，对宇宙的向往，很倔强，执念着永恒，挣脱了迷惘，重返荣耀，有希望，有希望，有希望，有希望，有希望，有希望，绝对有希望，有希望。Birinchi qism. Bizga qo'shiling, basketbol klubiga qo'shiling. Gitara klubi. Bizni klubimizga qo'shiling. Kirish marosimi. Birinchi kurs talabalari. Biznes va tibbiyot fakultetlari. Bir necha kundan keyin yana chiqish qilamiz. Kelib kuzatinglar, ketib qolmanglar. Mana buni kollej desa bo'ladi. Hoy do'stim, qaysi fakultetdansiz? Ro'yxatdan o'tishga yordam kerakmi? Men orzularga boy yigit fakultetidan. Deyilgan. Hoy. Shoshma, yaxshi qiz. San'at va kommunikatsiyadanman. Ismim Chenjun. Buncha vahimali qarash qilmasang. Unda men bilan yuring. Yaxshi, ketyapman. Eshitishimcha, kollejda san'at yo'nalishi ancha mashhur ekan. Voy. To'rtko'z. Ha? Nima ish qilib qo'yding? Kechiring, sizdan kechirim so'rayman. Kechirasiz? Nima? Menimcha nima qilganingni tushunmayapsan shekilli. O'z o'tako'zi kim bo'ldi? Sekinroq gapir. O yigit nomi chiqqan bezori. Oyog'imni bosganingni sezmadingmi? Endi tamomsan. Yaxshilab qara. Bu noyob poyabzal. Abu Sahiydan olgan poyabzalni noyob deyaptimi? La'nati yolg'onchini men internetga qo'yaman. Hammani oldida uni sharmanda qilaman, albatta. Muaniq buyruq qabul qilindi. Bajarilsin. Kim gapirdi? Xonim, eshitdingizmi? Nima? Osmondan ovoz eshitildi. Uni eshitdingizlarmi? Nishon tasdiqlandi. To'xta, bir daqiqa. Hozir nima bo'ldi? Bilmadim. Hozir shuvillagan ovoz eshitdim xolos. Hozirgina bo'lgan narsa bu hazil emasdi.
Yana olov yonyapti. Yordam beringlar, yordam beringlar. O't o'chirgichni olib kel. To'xta, qochma. Sinov hujumi yakunlandi. Parametrlar sozlanmoqda. Asosiy qurol tizimi quvvatlandi. Shu yerda to'xta. Buyruq qabul qilindi. Harakat to'xtatildi. Qaranglar, o'chinda ham yonyapti. Issiq, issiq, issiq. Qimirlamay tur. Qochinglar, o't o'chirgichni olib keldim. Bu aniq shov-shuv bo'ladi endi. Ketma. Yo'qol, meni tasvirga olma. Hammasini rasvo qildim. Endi kollejdagi hayotim barbod bo'ldi. Muaniq buyruq qabul qilindi. Zenit uzoq masofali koinot hujumi tizimi faollashtirilmoqda. Nishondagi sayyora yo'q qilinsin. Sun'iy farosatsiz ong. Buyruq bilan o'z-o'ziga gapirishni ajrata olmaysanmi? Barini to'xtat. Senga to'xta dedim. To'xta. Hakamlik yulduzi harakatni to'xtatmoqda. Ko'rsatmalar oliy mudofaa qonunini qayta buzdi. Hakamlik yulduzi legioni havoriylari keyingi safar yana xavf tug'ilganda ozod qilinsin. Aslida eng katta xavf sizlarsiz. Nima qilishim kerak? Xafa bo'lma. Kollej masalasini o'zim hal qildim. Hech qanday video yoki suratlaring tarqalmaydi. Siz va o'sha shar bitta jamoadamisizlar? Qanaqa shar? G'ayritabiiy qobiliyatlar fondi Linsuve. Tushunarli. STF ekanda. Bu qiz xayolparast bo'lsa kerak. Chiroyli yuzini hurmati. U bilan biroz o'ynab turaman. Senga qanday yordam bera olaman? Hozirgina odamni o'z-o'zidan yonib ketishi seni ishing edi, to'g'rimi? Men nima haqida gapirayotganingizni tushunmayapman. O'zingni go'llikka solma. Ha, esimga tushdi. Uyimdan chiqayotganda gazni o'chirishni unutibman. Borib o'chirib kelay. Hamkorlik qilmas ekansan, seni himoya qilishga majbur emasman. Menga himoya kerakmi? Seni ogohlantirmaganmidim? Agar g'ayritabiiy iqtidoringni bizdan boshqa birov payqab qolsa, senda tadqiqot o'tkazishadi. Tadqiqot? Menda g'ayritabiiy iqtidor yo'q. Demak, shunisi ma'qul. Nima bo'lishini baribir aytdim. Kechirasan, ketishim kerak. Qo'y, bir daqiqa. Agar g'ayritabiiy iqtidorim bo'lsa-chi? Steve asosi bo'l, seni o'zim himoya qilaman. Xo'sh, men Ketdik, Chenjun. ismimni qayerdan bilasan? Ortimdan yur. Boryapman. Agar STF haqida ma'lumot qidirayotgan bo'lsang, ovora bo'lma. Bu mashina juda zo'r ekan, uni internetdan ko'rdim. Aqlli ekansan. Bu mashina gapirdimi? Men premium transportman. Seven. Siz bilan ishlashdan mamnunman. Juda aqlli ekan. Qamarlama. Yetib keldik. G'aroyib qobiliyatlar fondining 3 ta asosiy vazifasi bor. Nazorat qilish, yig'ish va himoya qilish. Bugungi yig'ish vazifasi eng osoni. O'zimizning kollejmi? Faqat aytganlarimni bajar. Ortimdan qolma. Hozir. Haqiqiy narsaga o'xshar ekan. Nega u kollejning tadqiqot binosida? Hozircha hammasi joyida. G'ayritabiiy hodisalar hamma joyda yuz berishi mumkin. Uning Sizga mening nimam yoqib qoldi? Men, ya'ni, sizga qanday yordam bera olaman?
Ushbu missiya maqsadi CN2233 ni yig'ish. S darajali buyum ulkan energiya kristalidir. Shuning uchun go'zallik adolat demakdir. Ha, to'g'ri, siz haqsiz. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Faqat muammo tug'dirmasang bo'ldi. S toifali buyum noto'g'ri ishlatilsa va portlab ketsa, Portlashmi? eng yaxshi holatda viloyatning yarmi yo'q bo'ladi. Viloyatni yarmi? Yo'q. Bu nima bo'ldi? Shu yerda qol, hech qayoqqa ketma. Qo'y, men ham siz bilan boraman. Jin ursin, shunchalar ham og'ir bo'ladimi? Nihoyat ularni topdim. SN 2233. Qimirlama. G'ayritabiiy qobiliyatlar fondi senga shuni aytishimni talab qiladi. Sukut saqlash huquqiga egasiz. Qarshilik qilmasangiz shaxsiy xavfsizligingiz ta'minlanadi. Qarshilik qilishni hoziroq to'xtating. Fondingizda odam yetishmayaptimi? Sendagi ojizani bu yerga yuboribdi. Meni shu mitti to'pponcha bilan to'xtatmoqchimisan? Jallaqi! Qayerdasan? Meni chindan ham g'azablantirding. Men uni shunchaki olib ketmoqchi edim. O'lishni xohlayotgan ekansan, mendan o'pkalab yurma. Endi qocha olmaysan. Seni ogohlantirdim. Borgan sari kuchsizlanib borasan. Endi qutini yerga qo'y. Lin xonim, sizni qutqargani keldim. Joyingdan qimirlama demaganmidim? Yo'q. Bu yerda o'zi nima bo'lyapti? To'xtang. Yana biror narsani noto'g'ri qildimmi?
Nima qilyapsan? Katta odam bo'la turib, hali ham xo'rozqand yeysanmi? Xo'rozqand yeyish? Unda senga ham beraman. Bunchalar kuchli bular. O'lib ketlaring. Modomiki o'lishga mushtaq ekansanlar, men senlarga yordam beraman. Fazo vaqt olishsa dasturi darhol ishga tushirildi. Trancha! Siz ham o'g'irlashga keldingizmi? Agar bu kristal kerak bo'lsa, olishingiz mumkin. Sizni ko'rganimdan xursandman, Hazrat oliylari.信念如深渊，才会在瞬间历史的巨变，沉睡万年。奇迹般存在，点亮星火，也流淌着爱，能会心懦弱，把誓言击败，骄傲的灵魂 ，Never defeated。期待终将被解开，历史的尘埃，浩瀚的山海，不再沉沦。Never defeat, never defeat， 用爱去承载，万千期待，终将。